Mana bunday yarim tayyor mahsulotlarimizga ham endi katta ustalarimiz ham zakaz berishyapti. Nimaga? Chunki buni qulayligini ular tushunib yetishdi, chunki o'z navbatida stajlari katta va buni komfortini uydagilarga va vaqt masalasida qanchalik qulayligini o'zlari juda ham yaxshi tushunib yetishyapti. Alhamdulillah. Va juda ko'pchilik negativ yozganlarga ham javobim bu yarim tayyor sokil mahsulotlarimiz qulayligini his qilgan odam albatta uydagilarga ham taklif qiladi va uydagilar ham bu narsani his qilishyapti. Hozirgi kunda kunlar qisqarib qolgani hisobiga ish kuni kam bo'ladi va o'sbit qilish darajasi kamayib ketadi. Ish kuni cho'zilib ketadi. Shuni hisobiga mana bunday yarim tayyor mahsulot olsalaring, xudo xohlasa, ish kunlaring tez bitadi. Ya'ni bir oyda bo'lgan ish o'z navbatida 15 kun, 14 kunda bitadi. Ko'rayotgan bo'lsalaring ham post joylayotganimizda kunlarini aytib shunaqa qilib joylayapmiz. Sababi hech kunda bitishi, salkam 100 kvadratli xonadonimiz hech kunda bitishi borasida ham ko'pchilikka tushuntirish olib boryapmiz. Alhamdulillah, tushungan odam yutadi menimcha, chunki zamon tezlashib rivojlanib ketyapti. Siz hali ham o'ylab o'tiribsiz, yarim tayyor mahsulot qilsam bo'larmikin, bo'lmasmikin. Uydagilar tushunishyapti. Qulayligi zo'r, vaqt masalasi changilmaydi, ortiqcha shovqin bo'lmaydi va o'z-o'zidan pul ham ekonom bo'ladi. Bu videomizni tanishlarga yuborib qo'ying, manfaatli bo'lsin.